Assalomu alaykum, Xonaman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlar. Azizlar, bugungi videomizda nasib bo'lsa Qashqadaryo viloyat Kasb tumanidan pena-blok so'ragan aka-ukalarimiz uchun hozir yangiliklar ham bo'libdi. Oldin ham videolar chiqarganmiz. Nasib bo'lsa ham video qilish keldik. 7-aprel 2025-yil bugungi sanamiz. Azizlar, hozir bir qator narx-navolari, o'sha razmerlari haqida bilib olamiz. O'sha quyish jarayonlari ham davom etyapti mana. Qayergacha dastavka bo'ladi? Hammasini batafsil bilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga o'sha razmerlar, narxlar qayergacha dastavka qilasizlar? Keyin qanaqa variantlar qo'yilyapti hozir yangiliklar o'sha haqida tushuntirib bersangiz. Mana bular hozir sisma uchun mana bu bular. Ha, bular sisma uchun. Sisma uchun oxirgi qatorga. Mana bular tumba vazifasini bajaradi. Bu tumba. Burchaklarga. Bitta terib ko'rsatamiz hozir buni, ozgina. Burchaklarga beton quyish jarayonida Ishlatiladi. Mana shu holatda teramiz bularni. Shu holatda terib boramiz ana shu burchak bilan. Ha, burchak ketaveradi, burchakka. Faqat bitta burchak ketadi, mana bu yog'idan boshqa ketadi. Butun. Bu yog'idan ham xuddi shunaqa ulanadi bu. Ha, ulanadi. Ustma-ust ulanib boraveradi bu. Ha, keyingi qatorda bu ulanadi. Ha, mana shu holatda mana ichida shunday ketaveradi. O'sha nima edi? Sement qo'yib, armatura qo'yib, beton qo'yib ketaveradi. Apalab kerak emas. Apalavka emas. Birdan chiqib ketaveradi o'zi. O'zi apalavkasi bor ichida. Bunday qarasa 3 Ha, tushunarli. Narxlari, razmerlari 60 ga 30, qalilligi 20. Shu ham 13 ming so'm kelishgan narxda. Bu ham xuddi shu holat. bu nechi? 60 ga 30 mi? 60 ga 30, 20. Balali 20 ekan, bu apalavka vazifasini bajaradi. Armatura tashab, mana shunga qo'shilib ketaveradi. Juda chiroyli chiqadi bular. Bu oxirgi qator, ha? Oxirgi qator bu. Mana shunday beton qo'yiladi ichiga, to'l. Uyda burchaklariga, sismalarga. Ha, o'sha birinchi etaj tugash qismi, ha, ishlatsa bo'ladi buni. Bu narxi ham shunday 13 ming, ha? 13 ming so'm. Kelishtirib beriladi. Ob'yom kattaroq olinsa. Kattaroq bo'lsa kelishtirib beramiz. Hozir yangiliklarda mana shu keyin o'sha 60 ga 37 o'zidan qo'yiladi. Ha, keyin perigorodkamiz bu 12 razmer. Ha, uni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Hozir quyish jarayonlari ham davom etyapti mana. Nasib bo'lsa hozir bir qator mana buni ham ko'rib o'taylik. Hozir quyib qo'yilgan mana o'sha zakazlar ham bor. Keyin masalan bemalol telefon qilsangizlar, zakaz asosida ham qo'yib beriladi nasib bo'lsa. Sifati juda chiroyli chiqadi. Qirralari ham yaxshi mana. Ko'p kishi o'sha pena-blok ko'ryapmiz, bo'sh deydi yo boshqa deydi. Biz ko'p yildan beri videolar chiqarib beramiz, hech qanday muammo bo'lmagan, nasib bo'lsa. Bu klientlar hech qanday muammo qilmagan. 3 yil 4 yildan beri videolar chiqarib o'sha sotiladi. O'sha 1000 dan ham ziyod olgan odamlar bor, ha, o'sha zakaz asosida. 2,5 ming dona olganlar ham bu uchastkalar qurishyapti mana odamlar. Ko'rsangizlar bo'ladi. Endi hozir bu ho'l holat, ha, qurimagan. Bular nargilar qurgan ekan. Mana tayyor o'sha pena-bloklar ham bu. Bu ham 60 ga 30, ha? 60 ga 30, 20. Ha, 30, 60 ga 20. Narxlari qanchadir? 13 ming so'm. Bu ham 13 ming, ha? Buni ham narxi 13 ming ekan. O'sha kelishtirib beriladi. Kelishgan joyi bor, bemalol o'sha so'rab, surishtirib, kelib ko'rib olsangizlar ham bo'ladi. Hozir ko'chani ham bitta ko'rib o'taylik. Azizlar, mana bular pergorodka ekan. Mana bular quyilgan, ha? Qurigan tayyorlari bular. Bu razmer nechidir bular? Bu 12 qalillikda 60 ga 30. 12 60 ga 30 ekan. Bu narx qancha? Bu 9 ming so'm. Bu 9 ming ekan. Kelishtirib beriladi, ob'yomga qarab olinsa. Mana bitta ish bo'ladi, ustidan silliqqina chotka qilib kiliga terilsa. Ha, pergorodka domlar bo'lsa yo uyni ichiga ham pergorodka bo'lsa bo'ladi. Bunga keyin anaqa ilsa bo'ladimi? Ko'p kishi o'sha savol beradi. Biron nima televizormi, qanday narsalar, hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Ankermi ham yo qanday? Anker bilan ilinadi. Ichiga ozroq pena qo'yib. Ha, pena qo'yib anker bilan ilsa bo'ladi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Qurgandan faqat ho'l holati bu bo'sh bo'ladi. Asnomanasi shu gips bo'lgani uchun. Ha, bu katta qishlar qurgan variant, ha. Qurgan qishlar tayyor. Hozir o'tgan yil o'sha kosonlardan ham olishdi. O'tgan oldin reklama qilganimizga Fazlay 15 qarshilagan bitkazamiz. Kosondan ham olib ketishyapti. Hozir Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilsa bo'ladimi? Obunachilar. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilsangizlar, o'sha zakaz asosida ham qo'yib beriladi. Hozir
Dalli moment 7-aprel bugun tayyor quyilganlari ham bu mana quriganlari. Endi soni aniq emas, qancha quyilgan. Soni 1000 dan oshiq bor. 1000 dan oshiq bor, ha? Kunlik ham ketyapti-da, chunki kimdir Ha. 100 ta 50 Ha. ta olishadi. Hozir aholimiz ham o'sha 50 ta, 100 ta masalan sharoitga qarab kunlik o'sha объемga qarab olishyapti ekan. Kunlik ketib turibdi, mayda-mayda. Krupniy ham ketyapti. Tushunarli. Katta объем bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, katta uchastkalar zakaz olishadi. Ko'p yildan beri quyishadi, oldin ham videolarni chiqarib berganmiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar, bemalol o'sha dastavkasi kelishiladi. Yo'q, qanday hisoblanadi? Yo'q, dastavka xizmatimiz yo'q-ku. Ha, dastavka xizmat bularda yo'q ekan, o'sha mashina gaplashib kelishtirib qilib beriladi. Kelishtirib yuklab turib Ha, beramiz. donasi 13 mingdan 9 mingdan ekan, 2 xil. O'sha qancha ko'p olinsa o'shanga qarab narxlari kelishtirib qilib beriladi mana. Murojaat qilaverasiz, telefon raqam qo'yamiz nasib bo'lsa. Ushbu joyimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida joylashgan. O'sha pinablok olmoqchi bo'lganlar variant 4 xil bor ekan. Bitta Belgradga, bu bor keyin katta, keyin 2 xil variant. O'sha sisma betonlar uchun eng oxirgi qator masalan birinchi etajlarni tugatish mana bu. Bu qurgan variant ekan. Bu sesmaga bu. Ha, bu sismaga mana tayyor apalavkachalar. Mana shularni o'zidan qo'yib ketaverasiz. Hech qanday apalavka qo'yish shart emas ekan, tayyorgina. Bu klibini terib ketaveriladi, ha? Ha, kafelnik. Kafilni klibini teriladi. O'sha tergan jarayonlarni ham ko'rsatganmiz. Ko'rsangizlar bo'ladi. Kanalimizda bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Azizlar, mana qurgan variantlari nasib bo'lsa sezon boshlandi hozir. Mana bu tomonimiz to'la bo'lgan ekan, sotilib bo'lgan o'zi. Nasib bo'lsa hozir o'sha qurgan variantlarni terib qo'yishgan, quyish jarayonlari ham davom etyapti. Zakaz olishadi. Aloqaga chiqaveringlar bemalol. O'sha Qashqadaryo bo'yicha kosonmi, fazlimi, chiroqchimi, g'uzormi, qamashimi farqi yo'q. O'sha dastavkasi kelishiladi. O'sha mashina topib bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana pinablok o'sha 4 xil variantni sizlar ko'rsatdik. Videoning boshidan ko'rsangizlar tushuntirib o'tdik narx-navolari. Kelishtirib beriladi azizlar, aytgan narxga nisbatan. Bu qurgan variantlari ekan. Azizlar, mana o'sha pinablok so'ragan aka-ukalarimiz uchun murojaat qilaverasizlar. Ekrandagi raqamlarga o'sha Telegram bog'langan, promoy telefon qilsangizlar ham bo'ladi. Faqat Qashqadaryo bo'yicha zakaz olishadi. Tayyorlari ham bor. Mana bu quyilganlar yangi ekan. Nasib bo'lsa mana har xil variant. O'sha alohida ham sotiladimi masalan, faqat unisidan olmasa-da, mana bulardan olamasa? Aloqasi yo'q, alohida Ha, farqi yo'q, ha. Alohida ham sotaveriladi. Razmerlarni aytib o'tdik mana. Endi komplekt tersa yaxshi chiqadi birga. Komplekt tersa juda ham chiroyli chiqadi. Ha, birdan o'sha sismalar o'zi chiqib ketadigan qolipda varianti ham bor ekan mana. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Instagram, Telegram, YouTube'da Xunoman TV videosida chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hammani topganga Alloh baraka bersin. Musofirdan turib ham zakaz bersangizlar bo'ladi, bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.